Bizning klinikamizda an'anaviy usullar bilan davolab bo'lmaydigan, bemor ximioterapiya va radiatsiya terapiyasi samarasiz bo'lgan kasallikning bosqichida bo'lgan bo'lsa, har qanday saraton turi bilan kasallangan bemor samarali bioterapiyaga nomzod deb hisoblaymiz. Bioterapiya bemorning immun tizimiga tanadagi saraton hujayralarini, shu jumladan ilgari tasvirlash usullari bilan aniqlanmagan saraton hujayralarini tanib olish va yo'q qilishga yordam beradi. Bioterapiya xalqaro klinikasi biz nafaqat saraton kasalligini davolash mumkinligiga, balki optimal davolashning barcha tamoyillariga to'liq amal qilinsa, saratonni yengishga ishonamiz. Saraton uchun bioterapiya 3 ta asosiy yondashuvni o'z ichiga olishi kerak. Birinchisi, immunitet tizimining faoliyatini bostiradigan barcha omillarni bartaraf etish kerak. Ikkinchisi, tananing tabiiy antitumor mexanizmlarini faollashtirish kerak. Uchinchisi, immunoterapiyaning terapevtik potensialini oshirish uchun saratonga qarshi ilmiy jihatdan tasdiqlangan samaradorligi yuqori bo'lgan dori vositalaridan foydalanish kerak. Xalqaro saraton kasalxonasi sifatida klinikamizning saratonga qarshi noyob konsepsiyasi saraton bilan og'rigan bemorlarning yuqori sifatli davolanish bilan ta'minlaydi va eng yangi xalqaro invaziv davo terapiyasi bilan ustundir. Agar bizga savollaringiz bo'lsa, telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin.